Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Haftalik muhim xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda bu hafta ichida bo'lib o'tgan Sharq Turkiston va dunyo kun tartibiga aloqador eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Xitoy bayonotchisi Amerikaning harakatini ochiq-oshkora siyosiy tahdid deb bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin 6 yanvar Sharq Turkiston masalasida bayonot e'lon qilib, Amerikaning majburiy emgak masalasini o'ttirg'a chiqarib, xalqaro shirkatlarni jazolashi Xitoyga ochiq-oshkora siyosiy tahdid solganlik deb bildirilgan. Xitoyning Zuvani xalq to'rining 7 yanvardagi xabarda bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Sharq Turkistonda ijro qilayotgan Uyg'urlarni majburiy emgakka serish jinoiy qilmishini yana inkor qilgan bo'lib, Amerika yaqinda yo'l qo'yib ijro qilishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga qarshi bildirilib, Amerikaning Sharq Turkistonga aloqador masalalardan foydalanib, davlat halqagan korxonalarni tarafdorlab o'chirati turishga majburlaganligini, yer shariy kasb zanjiri ta'minlash zanjirining muqimligiga buzg'unchilik qilib, xalqaro savdo tartibini qalayma-qalashtirganligini bildirgan. Xitoy nurg'un paket amaliy isbotlar oldida Sharq Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak va qulluq siyosatini izchil inkor qilib kelgan bo'lib, lagerdan qutulib chiqqan tutqunlar hamda xalqaro axborot vositalari Xitoyning xalqaro jamiyatni aldayotganligini oshkorlamoqda. Oldingi yili ismini oshkorlashni xohlamagan bir kishi Sharq Turkistondan Istiqlol xabar markazimizga maktub yo'llab, Xitoyning xalqaroda qilayotgan tashviqotlarining yolg'on ekanligini isbotlagan edi. Maktubdagi ma'lumotlarda Xitoyning lagerdagi tutqunlarni doim majburiy emgakka soladiganligi, tutqunlarning davomli majburiy emgakka elib chiqildiganligi, emgak qilishni rad qilganlarni 48 soat esib qo'yib, boshqalarga ibrat qiladiganligi, tutqunlarni majburiy emgakka selish uchun barliq qiynash vositalarini ishga soladiganligi, majburiy emgak markazlarining boshqarish tizimining intayin qattiq ekanligi qatorliqlar bildirilgan edi. Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi jinoyatlarni boshdan oxir inkor qilish yo'li bilan yo'shirishga urinib kelgan bo'lib, yaqindan buyon chet elda Xitoyning jinoiy qilmishlari haqida guvohlik berganlarning oila tabobiatlarini ekronga chiqarish usuli bilan majburiy yolg'on guvohlik bergizishga va bu orqali o'zini oqlashga urinmoqda. Xitoy Sharq Turkiston xalqini atalmish namratlikdan qutuldirish, ishga o'rinlashtirish degandek sapsatlar bilan o'z yurtlaridan surgun qilib, boshqa yerlarda majburiy emgakka solmoqda. Xitoy bir tarafdan Uyg'urlarni o'z yurtlaridan surgun qilsa, yana bir tarafdan Xitoy o'lkalaridan oqqun Xitoylarni Sharq Turkistonga turkumlab yo'tkash orqali surgun qilingan Uyg'urlarning o'rniga yerlashtirish uchun yuqori maosh, haqsiz uy, yer beradiganligini jakarlab, tashviqotlarini kuchaytirmoqda. Xitoy Islom hamkorlik tashkiloti vakillarini aldashga urindi. Xitoy Sharq Turkiston masalasining islom dunyosida kun tartibga kelishini cheklash uchun Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning vakillarini Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati masalasida aldashga urindi. Xitoy xalq to'rining xabarida bildirilishicha, 5 yanvar kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni va Xitoyning Saudiya Arabistonda turishliq bosh elchixonasi bilan birlikda atalmish Xinjiang Yaxshijoy Islom hamkorlik tashkiloti vakillari o'mikining Xinjiangni silliq sayohat qilishi nomli faoliyat o'tkazgan. Silliq sayohat qilish faoliyatiga Saudiya Arabiston, Misr, Arab Birlashma Xalifaligi, Falastin, Pokiston, Malayziya, Indoneziya, Qirg'iziston, Nigeriya, Kamerun qatorliq 36 davlatning Islom hamkorlik tashkilotida doimiy turishliq vakillari, muavin vakillari qatorliq o'rta yuqori darajalik diplomatlari va Islom hamkorlik tashkiloti katibat boshqarmasining amaldorlari qatnashgan. Xitoy har qaysi davlat vakillarini Sharq Turkiston masalasida aldash maqsadida tor orqali oldin kirishtirib ishlangan Urumchi xalqaro cho'ng bozori, Urumchi shahri Guyanshan aholilar komiteti, Xotan viloyatlik Yasli va Qashqar viloyatlik milliy chalg'ular kanti qatorliqlarni ekskursiya qildirgan. Undan boshqa butun dunyoda jazo lagerlari deb tanilgan va bu sababli Xitoyga nurg'un jazo yog'dirilayotgan, ammo Xitoy rejimi hali ham e'tirof qilmasdan mazkur lagerlarni atalmish ta'lim-tarbiya markazi deb atashdan to'xtamagan, mazkur lagerlardan qo'yib berildi deb tanishtirilgan kishilarni ziyorat qildirgan. Xitoy amaldorlari tor yig'inida yana nomussizlarcha Xitoy azaldan islom davlatlarining yaxshi do'sti, o'z davlatidagi musulmonlarning baxt saodatiga yuksak ahamiyat beradi deb bildirilgan.
xalqaro tadqiqot organlari, xalqarалық nüfuzluq axborot organlari, guvohchilarning o'ttirg'a qo'ygan po'latdak isbotlar qatorliqlar Xitoy ilgari surayotgan barliq safsatalarning butunlay aldamchilik ekanligini, navbatda Xitoyning yo'lsizliklari har jihatdan elib aytganda xalqaro bo'yicha oldingi o'rinda turadiganligi bildirilmoqda. Xitoyning Yer shari vaqti gazetining 2019-yili 1-oyning 6-kundagi sonida bir dokument e'lon qilingan bo'lib, dokumentda Xitoyning 2017-yili 12-oyda islom diniga munosabatlik yangi bir qonun tuzib chiqqanligi va mazkur qonunning tuzilgan nusxasining Xitoy o'lkalaridagi islom jamiyatlariga tarqatib berilganligi tushuntirilib, mazkur qonunda 2018-yildan boshlab 2022-yilgacha bo'lgan 5 yil ichida Yevropa agentligining xabarida bildirilishicha, xalqning diniy erkinligi kundan-kuniga bo'g'ilayotgan Xitoyda Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi Qur'on, Injil va Budda nomlarining tafsirlarini Xitoy Kompartiyasining ideyasiga mos keladigan qilib o'zgartirish uchun harakatga o'tgan. Bu doirada 2019-yili 11-oyda Xitoy Kompartiyasi doimiy hay'at a'zosi muavin bosh ministri Wang Yangning tashkillashi bilan diniy ishlarga aloqador suhbat yig'ini chaqirilgan bo'lib, yig'inga Xitoydagi diniy zotlarning vakillari taklif qilingan. Yig'inda diniy mazmunlarning Xitoy madaniyati va kommunist partiyaning prinsiplariga uyg'un holda tafsir qilinishi kerakligi ta'kidlangan. Xinhua agentligining bu yig'in haqidagi xabarida diniy kitoblardagi mazmunlarni xato sharhlamaslik, zarur tepilganda kompartiya ideyasiga mos kelmaydigan mazmunlar o'zgartirilib, Xitoy kompartiyasi ideyasiga moslashadigan qilib tafsir qilinishi kerak deb ko'rsatilgan. Istiqlol televiziyamiz jurnalistlar kunida mukofotga erishdi. Turkiyaga joylashgan xalqaro media jamiyati 10-yanvar jurnalistlar kuni munosabati bilan tunugun namunalik jurnalistlarni mukofotlash murosimi o'tkazgan bo'lib, Sharq Turkiston axborot va media jamiyati Istiqlol televiziyasi raisi Abdulvaris Abdulxoliq apandimi bu qatorda mukofotlandi. İstanbulning Fatih rayonida o'tkazilgan mazkur marosimga ko'plagan xalqaro televiziya kanallari va axborot organlarining vakillari, jurnalistlar, shundaqla Sharq Turkiston axborot va media jamiyati Istiqlol televiziyasi vakillari taklifga binoan ishtirok qildi. Marosimda xalqaro media jamiyatining raisi Metin Turan apandi jamiyatning ta'sis qilinishining maqsadi va bu qatimliq yig'ilishning ahamiyati haqida to'xtalib o'tdi. Arqadan TRT Arabcha, BBC Arabcha, Vatan, Sharq qatorliq danglik kanallarning, shundaqla Anadolu agentligi Arabcha bo'limi qatorliq axborot organlarining bir qism jurnalistlari mukofotlandi. Sharq Turkiston axborot va media jamiyati Istiqlol televiziyasining raisi Abdulvaris Abdulxoliq apandimi Istiqlol Arabcha bo'limining ko'rsatgan xizmatlari sababli namunalik jurnalistlar qatorida mukofotlandi. Mukofotni Abdulvaris apandiga vakolatan Istiqlol televiziyasining Turkcha bo'lim mas'uli Muhammad Ali Atayurt topshirib oldi va qisqacha so'z qilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, Istiqlol televiziyasining navbatda zulmga uchrayotgan 35 million xalqning ovozi bo'lishga tirishayotganligini qayd qilib o'tdi va Istiqlolning bu mukofotga loyiq deb qaralganligidan sharaf his qilganligini, Uyg'urlarning ovozini xalqaroga yetkazish uchun davomli tirishadiganligini bildirdi. Xalqaro media jamiyati asosligi arab tilida xizmat qilayotgan axborot organlarining aloqa va hamkorligini kuchaytirish maqsadida Turkiyada qurilgan tashkilot bo'lib, Sharq Turkiston axborot va media jamiyati bu jamiyatning a'zosi hisoblandi. Qozog'iston prezidenti Rossiya qismlarining 12 kun ichida chekindiganligini bildirdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Rossiya boshchiligidagi harbiy birlashmaning 12 kun ichida askarlarni Qozog'istondan chekintirishga boshlaydiganligini bildirdi. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Qozog'iston prezidenti To'qayev 11-yanvar parlamentga Rossiya boshchiligidagi kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkiloti harbiy birlashmasi 2 kundan keyin qismlarni Qozog'istondan chekintirishga boshlaydi degan. U so'zining oxirida yana birlashma harbiy qismlarining 10 kun ichida davlatdan to'liq chekinib chiqadiganligini aytgan. Qozog'istondagi namoyish va ma'lumotchilik 2-yanvar Qozog'istonning g'arbida boshlangan bo'lib, yiqilg'u gazning bahosining o'rlishi va davlatning ijtimoiy iqtisodiy vaziyatining nacharlashishi qatorliq sabablar bilan davlatning boshqa joylariga kengaygan edi. Bu sababli oldingi hafta Qozog'iston hukumatı kollektiv bexatarlik shartnomasi tashkilotidan harbiy yordam talab qilgan edi. Saudiya Arabistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. İstanbulda yashayotgan bir turkum Uyg'urlar Saudiya Arabiston hukumatining Hamdullah Vali Damullan bilan Nurmuhammad Ro'zini Xitoyga o'tkazib bermoqchi bo'lganligiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyish 10 yanvar Saudiya Arabistonning Istanbulda turishliq bosh konsulxonasi oldida o'tkazilgan bo'lib,
namoyishchilar Hamdullah Vali Damollan bilan Nurmuhammad Ro'zining surati tushirilgan plakatlarni ko'tarib, Hamdullah Valiga erkinlik, Nurmuhammad Ro'ziga erkinlik degan shiorlarni to'plab, Saudiya hukumatining bu ikki Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bermoqchi bo'lganligiga norozilik bildirdi. Hamdullah Damollamning qizi Sumayya Ayturk va yana bir turkum Uyg'urlar 11 yanvar o'xshash o'rinda norozilik namoyishini davomlashtirgan. Sumayya Ayturk Saudiya hukumati dadasini Turkiyaga qaytarib bermaguncha norozilik namoyishini to'xtatmaydiganligini bildirgan. Shundaqla o'zining Facebook sahifasida xalqqa xitob qilib, texmo ko'p kishilarni norozilik namoyishiga chiqishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, namoyish har kuni tushdan burun 2 soat davomlashadi ekan. Namoyish navbatda 2-chi kuniga qadam qo'ygan bo'lib, bugun rayonlik bexatarlik tarmoqlari konsulxona oldidagi qo'g'dug'uchi xodimlarni ko'paytgan. Hamdullah Vali 2020-yil 2-oyning 3-kuni haj qilish uchun Saudiya Arabistoniga borgan bo'lib, keyin Xitoy virusi sababli yo'l taqilib qolg'achqa Turkiyaga qaytib kelolmagan. Saudiya Arabiston soqchilari 2020-yil 11-oyning 20-kuni Hamdullah Vali bilan Nurmuhammad Ro'zini turayotgan uydan tutib ketgan. Shundan buyon Saudiya hukumati ularni begunoh tutib turmoqda. Ularning har ikkilisida Turkiyaning uzun muddatlik iqomati bor bo'lsa-mu, oldingi hafta Saudiya doiralarining Hamdullah Vali bilan Nurmuhammad Ro'zini Xitoyga o'tkazib bermoqchi bo'lganligi oshkorlangan. Xitoy Sharqiy Turkistondan bo'lang-talang qilgan tok boyligi yil sari ishib mangmoqda. Xitoy 2021-yili atalmish Xinjiangning tokini sirtqa yetkazish nomida Sharqiy Turkistondan bo'lang-talang qilgan 122 milliard kilovat soatlik tokni Xitoy o'lkalariga to'shigan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi tashviqot organi Tangirtog to'rining xabaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy bultur Sharqiy Turkistondan bo'lang-talang qilgan tok boyligi oldingi yilga qaraganda texmo oshgan bo'lib, 2021-yili atalmish Xinjiangning tokini sirtqa yetkazish plani bo'yicha Sharqiy Turkistondan 122 milliard kilovat soatlik tok Xitoy o'lkalariga to'shilgan. Oylik to'shish miqdori 10 milliard kilovat soatdan oshib ketgan. Ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistondan bo'lang-talang qilingan 122 milliard kilovat soatlik tok Xitoyning Beijing, Henan, Anhui qatorliq 20 o'lka, avtonom rayon va bevosita qarashli shaharlarga to'shilgan. Bu 50 million oildagi 150 million nupusning bir yillik turmushiga ishiladigan tokka barobar ekan. Xitoyning 2010-yildan boshlab Sharqiy Turkistonning tokini Xitoyga to'shishga boshlagan bo'lib, har yili to'shish miqdorini ko'paytgan. 2010-yili Sharqiy Turkistondan 3 milliard kilovat soatlik tok Xitoyga to'shilgan bo'lib, bu son 2021-yilga kelganda 40 hassa ko'payib, 122 milliard kilovat soatga yetgan. 11 yil ichida Xitoyga to'shilgan umumiy tok miqdori jami 487 milliard 500 million kilovat soat bo'lib, bu Xitoydagi 1 milliard 400 million fuqaroning 162 kunlik turmushiga ishlatadigan tok ehtiyojini qondira oladi ekan. Egilishcha, Sharqiy Turkistonda ishlab chiqarilgan zo'r miqdordagi tok energiyasining asosiy manbasi ko'mir bo'lib, tok chiqarish uchun ko'ydirilgan ko'mirlar Sharqiy Turkistonning muhitini og'ir darajada bulg'amoqda ekan. Undan boshqa yaqinqi yillarda Xitoy rejimi Xitoy o'lkalariga tok energiya markazlarini, Sharqiy Turkistondagi tok energiyasi markazlarini texmo ko'paytgan. Oldingi bir yilda Xitoy og'ir tok qisqig'iga duch kelgan bo'lib, bir qism zavod korxonalar to'xtab qolgan. Fuqarolarning isinish masalasimi bosh qatanchiligiga aylangan. Sharqiy Turkistondan bo'lang-talang qilingan g'oyat zo'r tok energiyasi Xitoyning bu krizisidan qutulishiga muhim rol o'ynagan. Intel yangi uchuq xatida Sharqiy Turkistonga munosabatlik mazmunni o'chirib o'tgan. Intel şirketi ta'minlovchi shirkatlarga yo'llagan yangi nusxadagi ochiq xatida Sharqiy Turkistonga munosabatlik mazmunni o'chirayotgan bo'lib, Amerika parlament a'zolari andisini bildirdi va Amerika hukumatidan Intel shirkatiga to'liqlama berishni to'xtatishni talab qildi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Amerikaning o'zak ishlab chiqaruvchi magnati Intel shirkati o'tgan yili 12-oyda ta'minlovchilarga yozgan ochiq xatida ta'minlovchi shirkatlarni Sharqiy Turkistondan kelgan ishchilarni ishlatmaslik, mahsulot yoki mulozimatlarni setib olmaslik, shundaqla ishlab chiqaruvchilarning ta'minlash zanjirida har qanday shakldagi majburiy amgak, qarz amgaki yoki qul amgakini cheklashni talab qilgan. Mazkur ochiq xat Xitoy taratqularida oshkorlangandan keyin Xitoy shounistlari tor dunyosida qattiq norozilik bildirgan. Ba'zi Xitoylar Intel mahsulotlarini boykot qilishga chaqiriq qilgan. Undan boshqa Intel yana Xitoy xaridorlari va ta'minlovchilarining kechirim so'rash haqidagi bismiga duch kelgan. Intel bultur 23 dekabr oshkora holda biz hurmatli Xitoy xaridorlari, hamkorlashuvchilar va ommaga elib kelgan qulaysizliklar uchun afv so'raymiz deb kechirim so'ragan. Wall Kutsi gazetining 10 yanvar xabar qilishicha,
Intel organ torida ta'minlovchi shirkatlarga e'lon qilgan eng yangi nusxadagi uchuq xatida Sharqiy Turkistonga munosabatlik barliq mazmunlarni chiqarib o'tgan. Intel shirkati yaqinda Xitoyda bayonot e'lon qilganligini, Xitoydagi aloqador taraflar va xalqarodagi ta'minlovchilar bilan ba'zi qonuniy talab va siyosatlar asosida qanday aloqa qilish to'g'risidagi andishalarni hal qilganligini bildirgan. Intelning Sharqiy Turkistonga munosabatlik mazmunlarni o'chirayotganligi Amerikadagi bir qism parlament a'zolarining tanqidiga uchirgan. Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palatasi a'zosi Josh Xavli seshanba Intelning bosh ijroiya amaldoriga xat avatib, shirkatdan munosabatlik masalalarni tushuntirishni talab qilgan. Intelning Beijingga moslashish xohishi kishini cho'chitdi. Hodisalarni obyektiv kuzatgan kishi aqlga muvofiq faraz qila oladiki, agar shirkatning kishilik huquqqa daxli taruz qilganligini e'tirof qilsalar, muhim savdo manfaatining ziyoniga uchraydiganligini biladi. Shunga Intel kishilik huquqni dafsana qilish qilmishlarini ko'rmasga saladi degan. Kengash palata a'zosi Josh Xavli xatida yana Intelga 7 turlik savolni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, Intelning ta'minlash zinjirida majburiy emgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlardan qanday saqlanganligi, Xitoyning tahdidi va bisimiga uchirmaganligi, Sharqiy Turkistonga munosabatlik mazmunlarni chiqarib o'tishni qachon qaror qilganligi qatorliq masalalar haqida oy oxirigacha javob qaytarishni talab qilgan. Xavli yana Intelning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar duch kelgan majburiy emgak masalasini ayblamaganligini tanqid qilib, Inteldan Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning kishilik huquqi masalasi haqida ochiq oshkora bayonot e'lon qilishni talab qilgan. Cumhuriyetçiler Partiyasining Kengash palata a'zosi Marco Rubio mo Intel ochiq xatida Sharqiy Turkistonga munosabatlik mazmunlarni o'chirayotgandan keyin inkos qaytargan bo'lib, u Intelning bu masalada Xitoyga bosh egishini qo'rqinchliq deb ayblagan hamda Intelni Amerika o'zak qonunidagi hukumat yordam mablag'idan chiqarib o'tishni talab qilgan. Xitoyda umumyuzli qamal qilingan shahar 3 ga yetdi. Xitoy o'lkalarida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning qaytadan ko'payishga ergishib, Anyang shahridami umumyuzli qamal qilingan bo'lib, bu xil tadbir qo'llanilgan shaharlar 3 ga yetdi. Xitoy xabar manbalaridan ma'lum bo'lishicha, Xanan o'lkasining Anyang shahrida Xitoy virusi bilan yuqumlangan 84 bemor bayqalgan bo'lib, buning ichida Omikron nusxasi bilan yuqumlanuvchilarmi bor ekan. Natijada 5,5 million aholisi bo'lgan bu shahar umumyuzlik qamal qilingan bo'lib, fuqarolarning sirtqa chiqishi, shaxsiy mashinalarning yo'l yurishi cheklangan. Buning bilan bu shahar Xi'an va Yuzhoudan keyin qamal qilingan 3-Xitoy shahri bo'lib qolgan. Bundan boshqa Tianjin shahrida tunugun 24 soat ichida yana 33 yuqumlanuvchi bayqalgan bo'lib, hammasining yerlik Omikron varianti bilan yuqumlanganligi aniqlangan. Bir necha kundan beri Tianjin shahrida 12 million kishi virusga qarata umumyuzlik tekshirilgan. Xitoydagi yuqum vaziyati bo'libmi Omikron nusxasining tarqalishi Xitoyni andishiga silvatgan bo'lib, bargan sari yaqinlashayotgan Xitoyning chaqanliq to'shishi Xitoyning cho'ng bosh qitinchiligi bo'lib hisoblanadigan. Undan boshqa Xitoydagi yuqum vaziyatining kelar oyda o'tkaziladigan Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qanday ta'sir ko'rsatganligini diqqat qo'zg'amoqda. Türkiye Tashqi ishlar ministri Xitoy ziyoratida Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'ydi. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'li 12 yanvar Xitoydagi ziyoratini boshlagan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan va suhbat jarayonida Uyg'ur masalasini tilga olgan. Mavlud Chavusho'g'li ijtimoiy taratquv hisoblarida bu to'g'riliq uchur yo'llab, Xitoydagi ziyoratini rasmiy boshlaganligini, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishib, ikki taraflik munosabat va rayonlik masalalarni muzokara qilganligini bildirdi. Mavlud Chavusho'g'li suhbat jarayonida Uyg'ur masalasini tilga olganligini bildirib, biz ikki tarafning iqtisodiy hamkorlik fursati masalalari haqida to'xtaldik. Uyg'ur turklari qatorliq kun tartibimizdagi masalalar to'g'risidagi fikrlarimizni, umidimizni va sezgurligimizni bildirdik degan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Saudiya Arabiston, Kuvayt, Oman va Bahrayn qatorliq 4 davlatning tashqi ishlar ministrlari 10 yanvardan 14 yanvargacha davomlashadigan Xitoy ziyoratida bo'lib, bulardan sirt Iranning tashqi ishlar ministri mo 14 yanvar Xitoyni ziyorat qildi ekan. Xitoyning karantina lagerlarining surati oshkorlandi. Atalmish virusni nolga tushirish siyosatidan voz kechmagan Xitoydan kelgan suratlar Xitoyning vaziyatini oshkorladi. Xitoyning virus bilan yuqumlanuvchilarni karantina ostiga elish uchun ishlatgan lagerlari ijtimoiy taratqularda e'lon qilingan rasmlar bilan oshkorlangan ekan, mazkur lagerlardagi sharoitga qarshi nihoyatda ko'p norozilik inkoslari yozildi. Xitoy virusining kontrolligida turayotganiga 2 yil bo'lgan dunyo navbatda virusning Omikron nusxasi bilan tirkashmoqda. Ilgirki nusxasiga qaraganda texmi yuqumliq ekanligi aniqlangan Omikron nusxasi dunyo miqyosida tez sur'atda ko'paymoqda.
Növbəti Xitoydagi Omikron vahimasi sababli 13 million odam karantin ostida bo'lib, bu siyosatlarning bir qismi sifatida qurilgan karantin lagerlarining suratlari ijtimoiy taratqularda e'lon qilindi. Xitoyning bu lagerlarda yuqumlangan yoki yuqumlangan deb gumon qilingan kishilarni majburiy ayirib kuzatganligi bayon qilingan bo'lib, Angliya kundalik pochta gazetining xabariga qaraganda, Xi'an lagerlariga avatilganlarning ichida homildor ayollar, bolalar va yashanganlar bor ekan. Bir tarafdan o'z ko'zi bilan ko'rguvchilar 10 avtobusning bir kechida 1000 ga yaqin odamni lagerga elib kelganligini bayon qilsa, ijtimoiy taratqularda lagerlarda ta'minlangan sharoitga bo'lgan inkoslar jiddiy ko'paymoqda. Xitoy virusida ig'ir eshish ko'rilgan Xitoyda 13 million nufusi bor Xi'an shahri va 1 million 100 ming nufusi bor Yuzhou viloyati o'tgan oyda karantin ostiga elingan va har xil cheklamalar kuchaytirilgan edi. Növbəti Xitoydagi 3-shaharning taqilish qaroriga ergashib, Xitoyda karantin qilinganlarning soni 20 millionga yetdi. Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotga ko'ra, Xitoyda yuqum ahvoli boshlangandan buyon 101.890 odam bayqalganligi, 4636 odamning o'lganligi bildirilmoqda. Olimpik komiteti yana bir besimga duch keldi. Amerikadagi ikki partiyaning parlament a'zolari Xalqaro Olimpik komitetining raisi Tomas Bachga maktub avatib, Xalqaro Olimpik komiteti bilan Sharq Turkistonda majburiy emgak vositasi bilan ishlab chiqarilgan paxtadan forma tikadigan ikki Xitoy shirkatining munosabatini surishti qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika parlament a'zosi Xalqaro Olimpik komitetiga maktub avatib, Olimpik formasining majburiy emgakdan xoli ekanligini isbotlashni talab qilgan. Maktubda Sharq Turkistondan eksport qilingan paxta majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan bo'lib, u yerda yuz bergan sistemalik bostirishning namoyandasi deyilgan. Amerika parlamenti va ma'muriy idorasi Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi Jeff Merkley va Omon palata a'zosi Jim McGovern imzolagan bu maktubda kishini andishiga soladigan bir ehtimollik shuki, Xalqaro Olimpik komiteti va boshqa 2022-yillik Olimpik tanarakat musobaqasiga qatnashadigan shaxslar majburiy emgak bilan bulg'angan kiyimlarni kiydi deyilgan. Parlament a'zolari maktubida Xalqaro Olimpik komiteti kishilik huquqni hurmat qilish va qo'g'dash uchun bergan va'dasini ijro qilishni boshlash nuqtasi qilib, Olimpik nizomnomasining kishilik izzat-hurmatni qo'g'dash prinsipiga asosan Olimpik formasini ishlab chiqargan kishilarning kishilik huquqini qo'g'dishi va hurmat qilishi kerakligini bildirgan. Maktubda yana Xalqaro Olimpik komitetidan Xingyuanshan guruhi ta'minlagan mahsulotning asli manbasini isbotlab berishni talab qilgan. Ma'lum bo'lgandek, Amerika prezidenti Joe Biden o'tgan yili 12-oyda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini imzolagan edi. Parlamentning ikki palatasida har ikki partiyaning qo'llashiga erishgan bu qonun loyihasida agar shirkatlar Amerika hukumatiga ta'minot zanjirining Xitoy ta'sis qilgan lagerlarda ishlab chiqarilmaganligi haqida aniq va qoyil qilarliq isbot ko'rsatilmasa, Sharq Turkistondan kelgan barliq mahsulotlarning Uyg'ur musulmonlarining qulluq emgaki vositasi bilan ishlab chiqarilgan deb qaralib, Amerikaga kirishi cheklandi deb belgilangan. Amerika tashqi ishlar ministrligi Xitoyning egalik huquq talabi qonunsiz dedi. Amerika tashqi ishlar ministrligi doklad e'lon qilib, Xitoyning Janubiy dengizdagi egalik huquq talablarining xalqaro qonun va tarixiy huquqqa mos kelmaydiganligini tafsili bayon qilgan. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligining dengiz, okean va xalqaro muhit ilmiy ishlar idorasi 12 yanvar kuni dengiz okean chegarasi 150-son Xitoyning Janubiy dengizdagi egalik huquq da'vosi sarvahalik doklad e'lon qilgan. Mazkur doklad 2014-yili e'lon qilingan 143-sonliq dokladga asosan yangilangan bo'lib, dokladda Xitoyning Janubiy dengizda tarixiy huquqni asos qilgan da'vosining ko'pinchisida qonuniy asos yo'qligini hamda Xitoyning dengiz okeanda huquqimiz bor deb da'vo qilgan 100 dan ortiq orol va xada toshni texnikalik tahlil qilish orqali xada toshlarning yuqori to'lqinda cho'kib ketadiganligi, shunga xalqaro qonunga asosan Xitoyning bu orollar va xada toshlarni cho'radigan 12 dengiz mili doirasidagi dengiz ustiga egalik huquqi yo'qligi bayon qilingan. 2016-yili 7-oyda xalqaro kesim sudi Xitoyning keng Janubiy dengizga bo'lgan egalik huquqining xalqaro qonunga mos kelmaydiganligi haqida kesim chiqargan bo'lsa-mu, biroq Xitoy bu kesimni qabul qilmagan. Amerika tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuniki bayonotda
Xitoyni Birleşgan Davlatlar Tashkilotining Dengiz okean qonun ahdinomasiini asos qilgan aloqador xalqaro belgilamalariga hurmat qilishga va xalqaro kesim sotining Janubiy dengiz masalasi to'g'risidagi qaroriga amal qilishga chaqirgan. Amerikaning Sharqiy Janubiy Osiyodagi ittifoqdoshlari va sheriklari bilan xalqaro qonundagi huquq va majburiyatlar bo'yicha dengiz okean boyligining egalik huquqini qo'g'dashga ching turganligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil 7-oyda xalqaro kesim sotining munosabatli qarorining 5 yillik munosabati bilan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken bayonot e'lon qilib, ayni vaqtdagi Trump hukumatining 1 yil ilgari Janubiy dengizdagi dengiz okean da'vosiga qarshi e'lon qilgan siyosatini qayta ta'kidlagan. U yana aniq qilib, Amerika Xitoyning Janubiy dengizining ko'p qism joylarini o'z ichiga olgan dengiz okean boylik huquqini talab qilishi butunlay qonunsizlik deb qaraydi degan hamda Xitoyning kuchidan foydalanib, Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining egalik huquqiga buzg'unchilik qilganligini ayblagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Istiqlol televiziyasiga hujum qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin tunugun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Istiqlol televiziyasiga hujum qilib, Sharq Turkistondagi jazo lageri masalasini burmilashga urindi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Wang Wenbin 14-yanvar o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida CGTN muxbirining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat va majburiy emgak jinoyati masalasi haqidagi savoliga javob bergan. Bundan burun Xitoyning mazkur jinoyatlarini qisqa javoblar bilan inkor qilib kelgan Wang Wenbin bu qatim tafsiliy javob bergan bo'lib, Dr. Adrian Zenis Avstraliya strategik siyosat instituti, Uyg'ur sud kollegiyasi va Sayragul Savutpay, Tursnay Ziyovuddin qatorliq jazo lageri shohidlariga hujum qilgandan sirt Istiqlol televiziyasini tilga elib tuhmat bilan hujum qildi. U javobida oldi bilan Xitoyning jinoyatlarini fosh qilishda eng ko'p kuch chiqargan Dr. Adrian Zenisga hujum qilib, uning tadqiqot nomida yolg'on ma'lumot tarqatganligini da'vo qilgan va Adrian Zenis 900 mingdan 1 million 800 minggacha bo'lgan kishining Xinjiangda sistemalik tutqun qilinganligini aytgan. Uning tayangan manbasi bo'lsa Turkiyadagi Istiqlol televiziyasi degan taratquv organining hech qanday amaliy isboti bo'lmagan bir xabari. Bu taratquv organining radikal kuchlar bilan aloqasi quyuq bo'lib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti terrorlik tashkiloti tizimiga kirgizgan Sharq Turkiston islom harakatining kotibishi Abduqodir Yapchan ularning doimlik mehmoni deb bildirilgan. Halbuki Sharq Turkistonda ta'sis qilingan jazo lagerlarining va qamalganlarning soni qandaqdir biror axborot organi o'ydirib chiqqan ma'lumotlar bo'lmasdan, xalqaro tadqiqot organlari va mutaxassislarning sun'iy hamroh suratlari, jazo lageri shohidlari, shundoqli Xitoyning uchuq manbalari va oshkorlangan maxfiy hujjatlari asosida eng to'van mo'lchar bilan o'ttirg'a qo'yilib kelmoqda. Buningdan sirt Xitoy rejimi 2020-yil 9-oyda e'lon qilgan atalmish Xinjiangning ishqi o'rinlashish kapolati nomli aqtashlik kitobida 2014-yildan 2019-yilgacha bo'lgan oralikda Sharq Turkistonda har yili 1 million 300 ming kishining tarbiyalanib o'qish bitirganligi da'vo qilingan bo'lib, analizchilar buningga asosan Sharq Turkistonda 8 milliondan ortiq xalqning jazo lageriga qamalgan bo'lishi mumkinligini, amaliy sonning buningdan yuqori ekanligini ilgari surgan edi. Istiqlol televiziyasining doimlik mehmonlari Xitoy rejimi da'vo qilgandek radikal kuchlar bo'lmasdan Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini, ishg'oliyatini, saxta tashviqotlarini fosh qilib kelgan mutaxassislar, ulamo, ziyolilar, jamoat arboblari va shohidlar bo'lib hisoblandi. Jumladan Xitoy alohida tilga elib o'tgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan bundan ilgari Xitoyning tuhmat bilan Turkiya sotiga arz qilishiga duch kelgan bo'lsa-mu, bultur 3-oyda Turkiya soti Xitoyning tuhmatlarini rad qilib, uni gunohsiz deb hukm chiqargan edi. Ammo Xitoy hozirgacha qora niyatidan voz kechmay, yuqorqiga o'xshash sahnalarda Abduqodir Yapchan qatorliq mustaqillik da'vosi yetakchilariga, shundaqli lager shohidlariga hujum qilishni davomlashtirmoqda. Bu Xitoyning Istiqlol televiziyasiga tunji qatim hujum qilishi emas bo'lib, 2020-yil 6-oyda Xitoyning yer shari vaqtkezda qatorliq ko'plagan organ taratqullari Sharq Turkistondagi jinoyatlarni inkor qilgan tafsiliy maqolasidami Istiqlol televiziyasiga bo'lgunchilikni tashviq qiladi, doim radikal shaxslarni ekranga chiqaradi deganga o'xshash iboralar bilan hujum qilgan edi. Bulardan sirt Xitoy rejimi hacker guruhlari orqali Istiqlol televiziyasining har qaysi tillardagi to'r bekatlariga, munozimatorlarga va ijtimoiy taratquv hisoblariga qaratgan hujumini izchil davomlashtirib kelmoqda. Daniya Xitoyning jinoyatlarga qarshi aniq maydonini e'lon qildi.
Daniya hukumati Xitoydagi kishilik huquq dafsandachiligi va Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini ko'zda tutgan asosda Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga hech qanday rasmiy vakil avatmaydiganligini e'lon qildi. Daniya tashqi ishlar ministri JP Kofod Daniya hukumatining 2022-yillik Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga rasmiy vakil avatmaslikni qaror qilganligini e'lon qilgan bo'lib, u Fransiya axborot agentligi qilgan so'zida hukumat bizning Xitoydagi qishliq olimpik tanarkat musobaqasiga qatnashmaydiganligimizni qaror qildi. Daniya bo'lish sifatimiz bilan Xitoyning kishilik huquq vaziyatidan intayin andishi qilayotganligimiz sir emas deganlarni bildirgan. Undan boshqa Gollandiya hukumati mo tunugun bayonot e'lon qilib, Beijing qishliq olimpikiga amaldorlarni avatmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo buning Xitoy virusi sababli chiqarilgan qaror ekanligini ta'kidlagan. Beijing qishliq olimpik tanarkat musobaqasi bu yil 4-fevraldan 20-fevralgacha Xitoyning poytaxti Beijingda o'tkazildi. Yuqorqi ikki davlatdan sirt hozirgacha Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Shotlandiya, Litvaniya va Kosovo qatorliq davlatlar Beijing qishliq olimpikini rasmiy diplomatik boykot qilganligini jakarladi. Yangi Zelandiya, Avstriya, Yaponiya va Germaniya bo'lsa barliq yoki qisman hukumat amaldorlarini avatmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, diplomatik boykot degan iborani ishlatmadi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bu haftalik muhim xabarlar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Hafta oxiridagi dam olishinglarning ko'ngilli bo'lishiga tilakdoshlik bildirish bilan atiki kundalik xabarlarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Shunaqla ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.